Tomchilatib sug'orishda eng katta xato 30% gacha hosil yo'qoladi. Tomchilatib sug'orishda fermerlar eng ko'p qiladigan bitta xato bor va bu hosilni 20-30% kamaytiradi. Bugun aynan shu muammoni ko'rsatamiz va yechimini aytamiz. Agro Maslahat Global ilmiy asosdagi eng aniq tavsiyalar. Tomchilatib sug'orishda bitta xato bor, hosilni 30% kamaytiradi. Ko'pchilik fermerlar suv bosimini noto'g'ri sozlaydi. Natijada bir tomonda ko'p suv, boshqa tomonda esa suv yetmaydi. O'simliklarda farq paydo bo'ladi. Bir qismi kuchli, bir qismi kichik va sust bo'lib qoladi. Bu suv bosimining notengligi belgisidir. Bosim pasayishiga sabablar: filtr iflos, lenta uzun, truba uchida bosim balansi yo'q, nasos quvvati yetishmaydi. Har hafta filtrni tozalang, lentalarni 80-100 metrdan oshirmang, truba uchiga stop kran yoki bosim regulyatori qo'ying, nasosni quvvatiga moslang. Shuni bajarsangiz, suv teng bo'linadi va hosil 20-30% oshadi.